Kuniga kafolatlangan 2,5-3 milliongacha savdosi bor oziq-ovqat do'kon biznesini bugun sizlar bilan baraka qilamiz. Akalar, ishoninglar, bunaqa lokatsiyadan bunaqa joy aniq topa olmaysizlar. Bu do'konimiz ishlash uchun tayyor holatda, ko'rib turganingizdek temir stilaj, tashqarida ovush uchun stilaj, ichkarida mebellari, ikkita vitrina xolodilnik, suv xolodilnik, morozilnik va kassa uchun stol, kamera naблюдения, konditsioner, televizorlar bilan jihozlangan. Shu joyda muhim ma'lumot, tovar kam bo'lishiga qaramasdan hozirgi paytdagi savdosi 2,5-3 milliongacha bo'lib turgan ekan. Agar sizlar tovarni to'ldirib, tashqariga meva sabzavotlardan ko'pgina qilib qo'ysanglar, 7-8 milliongacha savdoni ko'tarsanglar bo'ladi. Joy maydoniga kelsak, 70 kvadrat, yonida yana bitta xona bor, 30 kvadrat, umumiy holatda $600 arenda to'lanadi. Agar sizlar u joyni arendaga chiqarib qo'ysanglar yokida xo'stovar yo boshqa yo'nalishda yurgizib, savdoni ko'tarsanglar bo'ladi. Joy lokatsiyasiga kelsak, Zangiota tumani, Eshonguzar, Ray Centerda joylashgan. To'liq lokatsiyani Telegram kanalimizga joylab qo'yamiz. Atrof jiloy kompleks, ishlab chiqarish sexli, poliklinika, radom va masjid yonida joylashgan. Biznes narxiga kelsak, 8,5 ming kelishadigan joy bor. Tovar ostatkalari alohida hisoblanadi. Pastdagi nomerlarga aloqaga chiqib, batafsil ma'lumot olishingiz mumkin.